Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida yangi obunachimiz Xudo xolasa Sohibjonning qo'y firmalaridan syomkalarimizni olib boryapmiz. Sifatli, zo'r. Xudo xolasa boqsangiz maza qiladigan, rahmatini aytadigan qo'ylardan olib kelibdilar. Bo'lmasa bir qator ma'lumotlarni o'zlaridan olib boraveramiz. Bittadan like deb bosib qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa sizga manzur bo'ladigan video bo'ladi degan umiddamiz. Obunachilar bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani ustiga bosib, hammasi deganini bosib qo'ysangiz, biz chiqazayotgan videolar birinchi bo'lib sizga yetib boradi. Assalomu alaykum, qahramon aka. Sonlaringiz yaxshimi, charchamasdan. Obunachilarga ham salom. Xudo xolasa aka, bugun kanalingizda yangimiz. Xudo xolasa yengil 3 partiya qo'yib beraman. Xudo xolasa. Narxini qulay qilib, obunachilaringiz bilan prosta tanish bo'yicha chiroyli qilib, arzon narxdan bir kelishtirib beramiz aka. Xudo xolasa bizni kanalimiz uchun yangilar, lekin baq o'zi arzoncha domini olib bo'lgan sohibjonlar. Xudo xolasa bir qator qo'ylarning ma'lumotini beraveramiz bo'lsa. Lekin ko'rsat. Sohibjon, bular nechi bosh birinchi partiyamizga? Aka 13 bosh. 13 bosh, bir pachka, xudo xolasa. Lekin rasa xo'r ekan, qorinlari chiqib turibdi. Yemoq-ichmoq salomatligi ham zo'r bo'lsa kerak a. Ha, sinadik. Xudo xolasa yana bir hafta garantiyasi bor uylariga borgandan keyin. Bir hafta sinab olishga garantiyasi bor, mashalloh. Hammasi qo'chqor bularda. Hammasi qo'chqor aka. Yemoq-ichmog'i zo'r, bir hafta sinab olinadi. Yosh oilaga qanaqa chiqyapti? Yosh oilaga aka 6 oy, 7 oylar atrofida. 6 oy, 7 oylik atrofidagi hisobi qo'chqorlarni zo'rlardan ekan, xudo xolasa. Xo'p, soni 13 bosh. 13 bosh. Holatlari idealda qarasangiz, sifatlari ham, yaltirashlari ham o'ta go'zal. Hammasi tik tumba, razrezlari ham kelgan qo'ylar. 3 dona sarig'idan qolgani qora kashtanlardan ekan. Endi buni dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Aka, bir tortarga Samarqandgacha yetkazib borib beramiz. Samarqandgacha bepul boradi. Ketaveradi. Narxini ham o'ta qulay qilamiz, xudo xolasa. Qulay qilamiz aka. Bitta ikkita olinadigan bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib borib beramiz. Olib borib beramiz, xudo xolasa. Aytilayotgan summa bo'yicha o'shanaqa Samarqand viloyatigacha bepul yetkazib beriladi. Qolgan viloyatlardan ham aloqaga chiqaverishlar, xudo xolasa. Yo'l kirasini kelishgan holatda ozgina paddeshka qorishsa aka yetkazib borib beramiz. 12 ta viloyatga. To'liq, lekin yuklab qo'ymaysiz. Bo'ldi. Bo'lmasa xudo xolasa endi buni issiqda ham qo'ylarni ko'p qiynamagan holatda narxini kelishamiz. Hop, chiroyli qilib bo'ladigan savdoni qilaveramiz. Chunki hozir issiqda ko'p gap hech kimga yoqmaydi. O'zimizga ham yoqmaydi. O'zimiz ham dangal bo'lamiz, xudo xolasa. Bitta aytaman aka, 3 million 700 ming so'mdan qo'yib qo'ydim. 6 oylik plyusdagi qo'chqorlar. Alloh barakasini bersin. 3 million 600 ming so'mdan, xudo xolasa. 3 million 700 ming so'mdan aka. Bitta ikkita olasiz aka, 3 million 800 ming so'mdan yoqqan tanlab olasiz. Sarig'idanmi, qorasidanmi? Xudo xolasa. Akalar 3 million 700 ming so'mdan, hop, 100 ming so'm qo'shib xohlagan tanlab olishaveradi. Farqi yo'q. Kelib, agarlar tepasiga kelib ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, inshaalloh lokatsiyalar tashlab beriladi. Tepasiga kelib ko'rib olinglar. Qo'ylar borgandan keyin ham yo'qadigan holatda kelib ko'rib olsalaring, xudo xolasa, hammasini bir joyga olaman sohibjon desa, ozgina xayri bo'ladi. Tashlab beriladi. Yana o'tib beradigan yerda bor. Bo'ldi. Bo'lmasa xudo xolasa biz keyingi partiyamizga navbatni beramiz, sohibjon bo'ladi, hamma emas. Lekin bitta narsa, savdosi bor. Telefonda ham o'tib berasiz ozgina. Aytganimizni sotmaymiz. Xudo xolasa. Akalar, yana bir qator qo'ylarni ko'ringlar. Tez aloqaga chiqavringlar. Narxi arzon bo'ldi. Xudo xolasa, men ham o'zim ham bilasizlar, qo'yda ichida yuraman. Arzon bo'lsa arzon deb sizlarga tavsiya qilaveraman. Xudo xolasa, like bosib qo'llab-quvvatlab, sohibjon otangga rahmat deb yozib ketsalaring, biz bo'lmasa keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Narxi o'ta arzon bo'ladi. Haligi yemga tayyor variantlardan ekan. Xudo xolasa, like bosib turasizlar va sizlar kutyapsizlar, qanchadan qo'yishimizni bilib turibsizlar, undan ham arzon bo'ladi. Xudo xolasa, soni necha bosh sohibjon bo'ladi? 20 ta aka, bir pachka. 20 ta. Hammasi mazza qilib boqaman degani ozgina kutsin, narxini aytaman aka. Shikalant narxda qo'yib beraman. Hammasi qo'chqor a? Hammasi qo'chqor. Ichma sog'lig'i menga tang. Ichma sog'lig'i o'zlarida qolaveradi, xudo xolasa. Qo'ylarning holatini bir qator ko'rsangiz, ozgina yem bersangiz badanga suv yurgandan keyin voy, vaqti dahshat qo'chqorib ketadi-yu. Bo'yvaslari o'zi holati 4 millionlik aytadi, lekin narxi unaqa emas. 3,5 dan ham pastga qo'yib beraman deyaptilar. Xudo xolasa, qani bir ko'raylikki, 20 bosh yosh oilaga qanaqa beryapsiz? Yosh oilaga 4,5 oy 5 oylik. 4,5 oy 5 oylik. Tasini 4,5 oylik hisoblashadi. Xudo xolasa, qo'ylarning holatlarini qator ko'ring. Azag'onlardan, qora kashtang variantlardan ekan. Uzunligi ham uzun aka, bo'yig'i ham kelgan, hamma joyi kelgan. Hamma joyi kelgan. Ozgina sababini qilish kerak ekan. Ozgina sababini qilib, yemni berishsa, yegan sari aka o'zgaradi. Kundan kunga pul qo'shadi. O'ziga ham et qo'shadigan vajdanda. Va xolasa murri yo'q, mana qo'ylarda. Yomon qo'zlar ko'ring. Mashalloh.
Go'zalligini qarang bularda. Yuraklarini qarang. Endi e'tibor qaratsangiz, xudo xolasa haligi yelkalari ham, keyin oyog'iga ham qarang. Qaram-qaramdan ekan. Xudo xolasa yaxshi o'zgaradigan vaj. Endi ko'p maqtaganni kerak yo'q. Narxini maqtasak, o'zi qo'ydi qaramay olishaverasiz hozir. Narxi bilan maqtanamiz aka. Maqtanadigan narx qo'yib beraman. Narxini 20 tasini bir joyga olsin qo'lda ber. keling. 3 million 300 ming so'mdan qo'yib qo'ydim. Alloh barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin. 20 tasiga qiziqdim uka deysiz aka. Ha. Yana xayri bor. Yana xayri bor. Zakonni o'tib beraman. Telefon qilsa bo'ldi. Telefon qilishsin bo'ldi. Mashina. Samarqandgacha dastavkasi bor aka. Ha. Tanlab olganga o'sha gap. 3 million 400 ming so'mdan tanlab olsin, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib yuborib beradi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Akalar buni ham tepasiga kelib, o'zim mashinamni yuklab ketaman desalar 3 million 300 dan. 3 million 300 ming so'mdan optim narxidan olishaveradi. 5 ta olaman desin, shuni qo'rani eshigini ochamiz, haydab chiqaramiz, 2 million 300 mingdan ketaveradi. Ketaveradi. Akalar bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Like bosib Lipoy terapiyaga o'ynaymiz. Arzon bo'lgan bo'lsa, arzon bo'ldi deb kommentariyada poddeshga qilib qo'ysin, bo'ldi. Xudo xolasa, menimcha birinchi bo'lib shunga yopishadi. Xudo xolasa, narxi o'ta qulay bo'ldi. Akalar, kichkina barraq o'zini pulida yirik 5 oylik atrofidagi bo'yvaslari ham 65-70 gacha chiqaradigan qo'shqorlarni zo'ridan bo'pti. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying, bo'lmasa biz video syomkalarimizni shu yerda yakuniga yasaymiz. Sohibjon hamma partiyasidan xayri bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ladi aka, telefon qilishsa bo'ldi. Maqsad sotamiz, tars sotamiz aka, xudo xolasa. Kasiga ham narxini tushiramiz, lekin bo'yvaslar, yosh oyliklari o'shaqa bir xil variantdagi qo'ylardan olib ketdilar. Xudo xolasa, Sohibjon bularning soni nech bosh? 16 bosh aka. 16 bosh. Qo'chqor sovlig'i? Hop, 3 ta sovlig'i bor, irg'ochisi bor. 3 ta irg'ochisi bor. Ha, 13 tasi qo'chqor. 13 tasi qo'chqor varianti. Soni 16 bosh. 3 boshi sovliq. Ana shularning sariq kraskanlari sovliq. Sariq emblemalarga sovliq.